Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga hammanglar xush kelibsizlar. Mən riyasətçi İftixar Abdurshid. Mən riyasətçi Zümrəday Erkin. Hammalarning cümə kuniga muborak bo'lsin. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Aziz görürmənlər, bugün, yəni 5 aprel bolsa, yaxınqı zaman tariximizdəki milli görüşümüzün ilham buluq hesablanğan Baran inqilabının 34 illik xatir gündən ibarət. Həmmimizə məlum bolğandək, 1990-yılı 4 ayının 5 günü Zeydin Yusuf başçılığındakı vətənpərvər oğlanlarımız vətənimiz Şərq Türkistanның Baran yezisida Xitoy kommunist hakimiyyətiga xalqimizga selayotgan dəhşətli ig'ir zulmi, siyosiy besimi, irqiy kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmiga va mustamlikachiliklarga tiz bukmaydigan kurashchan ro'yini namoyon qilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur xalqining erkinligi, hurligi va milliy mustaqillik uchun kurash qilib qimmatli yoshlik bahorini paydo qilgan Zeydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni cho'nqur hurmat va seg'inish bilan eslaymiz. Shundaqla qahramon Baran xalqining va jasur Baran shahidlarimizning kurash irodasiga va milliy mustaqilligimizni asli keltirishdan iborat ulug'vor g'oyasiga abadiyan sodiqlik bilan varislik qildiganligimizni yana qayta jakarlaymiz. Baran inqilobi yuz bergan 34 yildan buyon dunyoning har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz va avom xalqimiz Baran xalqining zulmga qarshi norozilik harakatini vahshiylarcha qonliq bostirgan zo'ravon mustabid Xitoy hokimiyatiga qarshi turli norozilik harakatlarini va Baran shahidlarini eslash faoliyatlarini uyushtirish orqali o'zlarining Baran shahidlarimizga bo'lgan hurmat va seg'inishni toki bugunga qadar izchil davomlashtirib kelmoqda. Baran inqilobining 34 yillik munosabati bilan Dünya Uyghur Qurultayı 27 mart kuni muhojiratdagi xalqimizga xitoban maxsus axborot e'lon qilib, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni o'zdirtirishlik davlatlarning sharoit yer bergan doira ichida Baran inqilobining 34 yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Baran qahramonlarimizga bo'lgan seg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga, shundaqla mustabid Xitoy hokimiyatining navbat xalqimiz ustidan rəhimsizlarcha ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarga bo'lgan g'azab nafratini yana bir qatim ifoda qilishga chaqirgan edi. 4 aprel kuni Dünya Uyghur Qurultayı yana Baran inqilobining 34 yillik munosabati bilan xalqaro jamoatchilikka xitoban maxsus inglizcha bayonot e'lon qilib, Uyg'urlar Baran inqilobini butun dunyo miqyosida xotirlayotgan mushkunda dunyo jamoatchiligi navbatda davom qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga aslo sukut qilib turmasligi lozim deb ko'rsatdi. Bayonotda Qurultay raisi Dolqin Isa apandim Baran qo'zg'algan 90-yillarda Uyg'ur xalqining Xitoyning zulm siyosatiga qarshi kollektiv holda ilib borgan bir qatimliq norozilik harakatining boshlanish nuqtasi edi. Xitoyning ayni chog'da Baran xalqining noroziligiga qarshi ilib borgan qonliq bostirishi mohiyatda Xitoyning keyingi 10 yildan buyon Uyg'urlar qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning shabisi edi deb ko'rsatdi. Qurultayning bayonotida mundaq deb ko'rsatildi. Uyg'urlarning Baranda ilib borgan qo'zg'alonga qonliq bostirilgandan buyon Xitoyning o'zlarining adolatsizlikka va haqsizlikka bo'lgan norozilik ifoda qilgan Uyg'urlar qaratgan rəhimsizlarcha bostirish va qattiq qamal qilish siyosati shiddat bilan eshib bordi. Xitoyning navbat yurgizayotgan bu xil besim siyosati faqat adolat talab qilayotgan Uyg'urlarning ovozini tamoman tinchiqtirish bo'lib qolmasdan, mohiyatda Uyg'urlarning bir butun millat sifatida yo'q qilishdan iborat zo'r ko'lamli irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Bu sababdan Dünya Uyghur Qurultayı xalqaro jamoatchilikni Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlaridan hisob olish qadamini tezlashga chaqirdi. Baran inqilobining 34 yillik munosabati bilan bugun, ya'ni 5 aprel kuni Ilhom To'xtini qo'llash korpusining uyushtirishi va Dünya Uyghur Qurultayı Berlin elchixonasining yaqindan moslashib berishi bilan Xitoyning Berlindagi bosh elchixonasi oldida Xitoyning navbat Uyg'urlar qarta shiddat bilan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlariga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Shu kuni yana Yevropa Sharq Turkiston birligining uyushtirishi bilan Germaniya Myunxen shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida Baran inqilobining 34 yilligini xotirlash munosabati bilan Xitoyga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Namoyishni tashkilotchilar namoyish qilgan so'zlarda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qattiq la'nat o'qish bilan birga Germaniya federal hukumatini Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bu xil vahshiyliklarni to'sib qilish uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirdi. Uningdan boshqa yana 5 aprel kuni Qozog'istonning Olmuta, Qirg'izistonning Bishkek va Jalolobod, Kanadaning Toronto, Amerikaning Washington, Fransiyaning Parij, Belgiyaning Antwerpen, Gollandiyaning Utrecht, Shveysariyaning Syurix, Shvetsiyaning Stockholm, Angliyaning London, Turkiyaning Anqara va Istanbul, Yaponiyaning Saitama, Avstraliyaning Sidney qatorliq shaharlarda va boshqa Yevropa ellarida Baran inqilobining 34 yilligini xotirlash munosabati bilan maxsus iftor va shahidlarimizni eslash muhokim faoliyatlari o'tkaziladi. Bu vaqtdagi xabarlarning tafsilotini keyin qitimliq anglitishimizda huzuringizga sunamiz.
Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik va boshqa munosabatlar jiddiy kuchayotgan bir paytda Xitoy jamoat xavfsizlik ministri Wang Xiaohong O'zbekistonni ziyorat qilgan. Xitoy hukumatining O'rta Osiyodagi faoliyatlarini kuchaytirishi O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni va Uyg'ur faoliyatchilarini andishlantirmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyining oliy maslahatchisi, Qozog'istonga elga tanilgan Uyg'ur siyosiy faoliyatchimiz va milliy ustozimiz Qahramon G'ojanbarda pandim bu vaqtda matbuotlar qilgan so'zida Xitoy hukumatining iqtisod orqali O'rta Osiyo davlatlarini o'zining orqa o'yinsiga aylantirishga urinayotganligini bildirgan. Toshkent vaqti gazetining xabaridan qaraganda, Toshkentda Xitoy JX ministri Wang Xiaohongni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabul qilgan. Wang Xiaohong 2 aprel kuni O'zbekistonning ichki ishlar ministri Po'lat Bobojonov bilan ko'rishgan. Ular terrorlik va ashqinlikqa qarshi turish, zaharlik chekimlik yetkazchiligi va boshqa davlat xalqan tashkillik jinoyatlarga qarshi turishda hamkorlikni kuchaytirish haqida muzokara olib borgan. O'zbekiston Ichki ishlar ministrligi axborot organining bayonotida ikki davlatning o'zaro tajriba almashtirish, xodimlarni tarbiyalash va ikki taraflik ziyoratlarni olib berish jihatlarida kelishish hosil qilganligi. Shundaqla Xitoy JX ministrligi bilan O'zbekiston Ichki ishlar ministrligi o'rtasida 2024 va 2025 yillardagi hamkorlik programmasining imzolanganligi bayon qilingan. Oldingi hafta atalmış Uyg'ur rayonining Qo'rchoq raisi Erkin Tonyaz boshchiligidagi bir o'mak O'rta Osiyodagi O'zbekiston va Qirg'iziston qatorliq davlatlarni ziyorat qilib, ikki taraf o'rtasida har soha hamkorlikni kuchaytirish haqida kelishgan edi. Mol energiya zapasiga ega O'rta Osiyo rayoni Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining o'ngishliq ilib berishdagi yadroliq rayonga aylangan bo'lib, Xitoy doiralari O'rta Osiyo davlatlari bilan diplomatiya, iqtisod, savdo tijorat va geosiyosiy jihatlardagi munosabatlarni kuchaytirishga alohida ahamiyat bermoqda. Atalmış Uyg'ur Abnumrayliq Partikom Daimiy Komitetining 4 aprel kuni ochgan yig'inida bu masala ta'kidlangan bo'lib, mashhur yig'inda atrofdagi davlatlar bilan o'zaro aloqa va ziyoratlarni qanot yaydirish, almashtirish natijalarini sijil mustahkamlash, shundaqla Xitoyning davomli g'arbga qarab ichilish va kengaytishdagi davlat strategiyasini yanada tezlatishini ta'kidlagan. 3 aprel kuni Amerika jurnali nomli tor taratqusida barliq e'tiqodchilar Uyg'ur irqi qirg'inchiligiga qarshi turish kerak mavzuliq bir parcha maqola e'lon qilingan. Mazkur maqolani Amerikalik yozuvchi va Yahudi dinining rahibi Dr. Shimoli Yankelovich yozgan. U maqolasida hozir Amerikaliklarning diqqati bu davlatdagi prezidentlik saylimi va Falastin Isroiliya orasidagi oyga chiqmas to'qinishga markazlashib qolganligini, bu masalalarda har xil ko'z qarashlar bo'lsa-mu, biroq o'xshamagan din, o'xshamagan ko'z qarash va o'xshamagan siyosiy partiyadagilar birlashishi lozim bo'lgan bir masala borligini, u bo'lsa-mu Uyg'urlar qaratilayotgan irqiy qirg'inchilik ekanligini ta'kidlagan. U mundaq degan: Isroiliya Falastin to'qinishi o'xshash jinsliqlarning to'y qilish masalasi va shuning o'xshash masalalarga talash tortishlarning oyga chiqmaydigandek qiladi. Halbuki xristianlar, yahudiylar va musulmonlar, shundaqla demokratlar partiyasi, jumhuriyatchilar partiyasi va partiyasizlarning hammasi birdek birlik kelalaydigan masala Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidir. Jumladan Xitoy hukumati tarafidan turmaga tashlanayotgan, majbur emgak silinayotgan, diniy ziyonkashlik va boshqa nurg'un zulmlarga uchrab, insoniy izzat hurmati va diniy erkinligiga tajovuz qilinayotgan Uyg'urlar masalasidir. Shimoliy Yankelovich maqolasining davomida yaqinqi tarixda xristianlar va yahudiylarning Amerikaning fuqarolar huquq harakati, oz sonli millatlarning diniy erkinligi masalasi va Janubiy Afrikadagi irqiy ayrimchilikning oxirlashi uchun birlik tarkib qilinganligini, ammo bugungi dunyoda axloqiy norma va qimmat qarashlarning orqaga chekinib, bundaq masalalarning yetarlik harakat qo'zg'ay olmayotganligini bayon qilgan. Avtor maqolasida buning sababini qisman holda insonlarning dindan uzoqlashishiga bog'lagan. Uning qarashicha, dinga e'tiqod qiladigan kishilarda kollektiv mas'uliyatchanlik tuyg'usi kuchli bo'ladi. Chunki butkul insonlar o'zining iymoni, ya'ni obrazini yaratquchining tajallisidan olgandir. U maqolasining oxirida kishilarga dinning o'tmishdagi an'analarini davomlashtirishlar emas, balki parlaq kelgusini shakllantirish uchun zarurligini tushunishga undagan. Shundaqla barliq insonlarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga ko'ngil bo'lishga, Uyg'ur majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olmaslikka, Amerikadagi siyosiyonlarga xizmat ishlashga, hukumat va shirkatlarga besim ishlatishga chaqirgan. Shimoliy Yankelovich maqolasida yaqinda Nyu-Yorkda Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Eli Wiesel fondi tarafidan Uyg'urlarga qanday yordam qilish to'g'risida dinlararo muhokama yig'ini ichildiganligini tilga ilib, barliq e'tiqod qilguvchilarni bu yig'inga qatnashishga taklif qilgan. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qətimliq sanımızgacha görüşkiçə aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyir xoş.
Thank